O'zingcha sovuq gaplarni baribir Nasrinami biz olmaysan, kulib turaman. Nima bo'lardi? O'lsang yaqinlarga bo'ladi og'ir. Yig'lashib ko'nadi oxir. Ehtimol ular ham qilishar toqat. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Bir kuni o'rmonda katta yong'in ro'y berdi. Buni ko'rgan chumchuq daryodan og'zini to'ldirib suv olar, o'rmonga yugurar. Yana daryodan, yana o'rmonga shoshardi. Buni ko'rgan boshqa hayvonlar seni shu bir tomchi suving bilan yong'in o'chib qolarmidi deb kuldi. Chumchuq javob berdi: "Nima qilay? Qo'limdan kelgani shu." Qissadan hissa, buni to'g'ri qabul qilish kerak. Har kim o'z imkoniyat chegaralari bilan yashaydi. Hamma qo'lidan kelganicha harakat qiladi. Axir rostdan ham qo'lingdan kelgancha harakat qilyapsan-ku. Ertadan kechgacha ishdasan, oilam deb yuguryapsan, qo'lingdan kelganicha mehnatdasan. Har xil motivatsiya, psixologik ta'sir, ikki og'iz gap xolos. Birovning hayotida birov yashab ko'rmagunicha uning holatini bilmaydi. Kimdir chumchuq bo'lib tug'iladi, kimdir sher bo'lib, yana kimdir sherning bolasi bo'lib. Nodon, lekin bizni hech kimdan sirimiz yo'q. Nimaiki ish qilmaylik, shariatga binoan qilamiz. Gapingiz to'g'ri, Qospacha. Shu bir narsaga hayronman. Xo'sh, sizlar nima ish qilsalaring ham qonunga to'g'ri kelaveradi-ya? Nimadandir ko'nglingiz to'lmadimi, mulla do'st? Yo'q, unaqa demasinlar. Axir qo'y nahotki cho'ponni tayyordan norozi bo'lsa. Siz u dunyo, bu dunyo bizni yo'l boshlovchimizsiz. Har kuni shu ahvol, yarim kechasi kelasiz. Ish. Shu ishingiz mana ustimmi? Menga bundoq mehr beray demisiz. Bo'ldi, ertadan boshlab faqat senga vaqt ajrataman. Farruh aka uyda go'sht xonapti. Bir haftadan beri faqat senga mehr beryapman-u, boshqa narsaga vaqt yo'q. Yaqinda oyimning tug'ilgan kunlari, shuning uchun sovg'a olish kerak. Sovg'aga pul kerak edi. Voy siz, pulam yo'q edi-yu. Faqat senga mehr beryapman. Ish ham qilgan yo'q. Farruh aka, o'qishimda kontraktni to'lash kerak ekan. To'lamasak o'qishdan haydarkanman. Chatoq bo'pti-yu, ha. Bitta o'qish ekan-u, chetlasa nima qilibdi? Muhimi senga mehr beryapman, uyda o'tiribman. To'g'rimi? Farruh aka, kiyimlaringizni dazmollab kiyishingizga tayyorlab qo'yib qo'ydim. Voy, nimaga? Hammasini tushundim. Ishingizga bora qoling. Ha, xayriyat.